Bu videoda biz 250 ming dollarga dam olamiz. Bu ajoyib. Bu haqiqatmi? Biz sizlar bilan buni farqini prezidentning 100 ming dollarlik dam olishi bilan solishtiramiz. Bu yerga janob. 50 ming dollarga dam olish. Butun Eyfel binosi bizning ixtiyorimizda bo'ladi. Bor kuchim bilan ishlanib turibman. Boshlanishiga esa 1 dollarga dam olamiz. Bu yerga yigitlar, bizning damimiz shu uyda. Teshiklardan ko'rinyapti. Devorli yo'q ekan, Jeymi. Lekin devorlar bor. Bu jirkanch. Agar bu joy 1 dollar turishiga ishonmasanglar, ko'ringlar. Hoy, 93 sent aldabsan. Men yaxlitladim. 1 dollarga bizda bitta yotoq, lekin bu atigi taxtadagi matras, buzilgan shkaf, chiroq, menimcha bu ishlaydi. O, qaranglar. Va nihoyat tepadan g'alati ovozlar. Men nimanidir eshitdim. Bizning tomimizda yenot yashar ekan. Menimcha ko'pchilik xonasida yenot borligini bilib jahli chiqardi, lekin biz xursandmiz. Qachon chiqib ketamiz? Ertaga. Esinglarda tursin, biz hali 100 ming dollarlik damda bo'lamiz va 250 ming dollarligida. Hoziroq shu daqiqaga o'tish mumkinmi? Yo'q, qiynalishimiz kerak. Odamlar qiynalishimiz bilan baxtimizni solishtirishsin. Biz qiynalsak, ular yaxshi ko'radi. Hammamiz bitta yotoqda yotishimiz kerakmi? 4 ta yotoq xohlasang 4 dollar to'la. Birinchi bo'lib qumdan tozalaymiz. Yo'da hozirgina yenot yugurib o'tdi. Qiz bolaga o'xshab baqirmagandek tutamiz. Keyingi dam olishimiz 10 ming barobar qimmatroqqa tushdi. Bir kechaga 10 minglik dam olishga xush kelibsizlar. Wow. Yo xudoyim. Juda ham zo'r-ku. To'xta, bu yana nimasi bo'ldi? Bu xonada meduzalar ham bor ekan. Mayli, lekin ortiqcha deb O, o'ylayman. tashqarida basseyn. Bu filmning qismiga o'xshamaydimi? Mehmonxona plajga olib chiqadi. Wow. Bu bizani shaxsiy plajmi? Yo'q, xudo. Tarik qachondan beri suv ochardi? Men bilmayman. Bu damga hamma narsa kiradi. Katta spa bor, O, mazza. flamingo to'la park O, ular urishyapti. Flamingo. va cheksiz xizmat. Hop, nima istaysiz? Hammasini. Bu joyning yomon tarafi, bu yerda yenot yo'q ekan. Salom bolakay. Lekin ularni ayblamayman. 10 ming dollarginaga har bittamiz xonasini har bitta etajda oldi. Bu xona xuddi Jimmidagi, faqat balandroqda. O, menda belanchak bor. Unga yotib qo'l bo'lmayman. Voy, o'xshamadi. Yo, manzarani qara. Chris. Hey. Wow, shu oldi. 3 2 1. Xo'sh, bir nechta qoida aytaman. Birinchi qoida: Aha. basseynimga yostiq otmanglar. Ikkinchi qoida: kechir Toriq. Endi mehmonxona nimaga mashhurligini bilamiz. Bu basseyn bizning xususiy plajimiz ustida turibdi. Nimaga suv chetidan oqib ketmayapti? Savollar ko'p. O'zimni xuddi dadadek his qilyapman. Xuddi meni bolalarim basseynda o'ynab yuribdi. 10 ming dollarga dam olish juda zo'r o'tdi. Lekin dunyoning boshqa burchagida dam olishga yetmaydi. Xo'sh, bu 50 ming dollarga dam. Parijda Bagetlar. 50 ming dollarlik dam olishimizning boshlanishi katta paromning ichida o'tar ekan. Bu nima bu? Dvigatelmi? Bro, hozir 1805-yilmi? Tarik, nariga bolaga yaqinlashtirgan. Bizani suratga oldi. Hoy! Bizga javob qaytardi. Sanda YouTube kanal bormi? O'ylashimcha u ingliz tilida gapirmaydi. Damning ichida fantastik mazali ovqat, butun shahar bo'ylab ekskursiya va hayotgancha go'zal ko'rinishli mehmonxona ichida. Romantika shu bo'lsa kerak. Ha, Chandler bilan o'pishinglar. Va nihoyat bizni qimmat syurpriz kutib turibdi. Bolalar, menimcha sizlar o'ylayapsizlar, bu 50 ming dollarlik dam olish, lekin bunga arzimaydi-ku. Ha. Nima ma'no? Orqangizda. U yoqda Eyfel minorasi. Shunaqa. Eyfel minorasi bizning qo'limizda. To'xta, rostdanmi? Ha? 50 mingdan qaysi qismingdi bu? Deyarli hammasi. Biz Eyfel minorasi tagidamiz. Xuddi qonunbuzarlar kabi. Yo'q, hazillashmayapman. U bizniki. Bu yerda hech kim yo'q. Biz shunchaki shuni tagidan o'tsak bo'ladi. Odatda bu yerda odamlar juda ko'p bo'ladi. Va u bizning qo'limizda bo'lgani uchun biz tepaga chiqishga harakat qilamiz. Xuddi shunaqa aynan tepasiga. Bolalar, o'yinlarni yig'ishtiringlar. Tepaga ketdik. Tepaga chiqayotgan paytda biz birinchi etajga 57 metrga chiqdik. U yerda dunyo klassidagi restoran bor ekan. Menga yoqyapti. Eyfel binosi bizniki bo'lgani bilan bizni restoran chekkasiga o'tkazib qo'yishdi. Bu lift Eyfel minorasi tepasidan tushyapti. Qo'rqinchli ko'rinadi-ya? Sezam ochil. Rahmat. Bu yerdan uyim ko'rindi. Biz Fransiyadamiz. Mehmonxonami ko'ramiz? Qancha balandligini qaranglar. Voy, qulog'im bitib qoldi. Xo'sh, bu yerda nima bor ekan? Voy xudoyim. Bu yerdan butun shahar ko'rinyapti. Jinnili-yu bu. Hali qancha ko'tarilishimiz kerakligini qaranglar. Jigar, bu hech qachon tugamaydi. Aldamayman, tepaga chiqdi deb o'yladim.
tepaga chiqyapmiz. Endi tepaga chiqyapmiz. Bir paytlar bu dunyodagi eng katta minor edi. Balkim men sakrayman. Yo'q, qimirlama. Kiringlar bolalar, ketimdan. Bu yerdan tepagacha lift yo'q, faqat zinalar. Va bu yerda shamol qattiq ekan. Juda balandda turibmiz. Oho! Voy xudoyim. Voy xudo! Tarik kamerani tushirorma. Biz 274 metrdan balandroqdamiz. Bu fuqarolarga ruxsat berilgan eng baland tepalik. Lekin bino bizniki bo'lgani uchun bizda yana bitta syurpriz bor edi. Eshik orqasida nima bor? Zinalar. Men nima? Qatdan bilding? Biz zinalarni ko'rdik-da. Ha, u yerda yana bitta zina bor. U tepasigacha chiqaradi, lekin u yerga hech kimni qo'yishmaydi. Xudoyim. Yo'q, xudo. Voy xudoyim, rostdan bizga mumkinmi? Men bilmayman. Muncha qo'rqimchili. Panjara belimgacha yetar ekan. Bor kuchimla ishlab turibman. Nimaga odamlarni qo'yishmasligini endi tushundim. Shaharning boshqa burchagida bizning operator turibdi. U 1 kilometrdan ortiq narida. Agar kameramiz yaxshi bo'lsa, bizning qo'limizni ko'rasizlar. Bu 50 ming dollar turadi. Rozi bo'linglar, bu juda zo'r. Bo'lishi mumkin emas. Bunaqasi faqat bir marta bo'ladi. Sizlar eng zo'r momentga tayyormisizlar? Men bilmayman nimaga YouTuberda shuncha kuchi bor, lekin chiroqlar. O, boshlandi. Voy, zo'rligini. Diskotekaga o'xshaydi. Hayır. Yigitlar, men bilmayman bunaqa ishlaydimi yo'qmi, lekin barcha chiroqlarni o'chiringlar. Qorong'i bo'lib ketdi. Eyfel minorasi o'chdi. Millionlab fransuzlar nima deb o'ylayotgan ekan? Bu joydan ketish kerak. Men bilmayman nimaga menga ruxsat berishdi. Keyingisi 100 ming dollarlik damga Shvetsariyaga uchamiz. Lekin bu nafaqat kurort. Bu mehmonxonada o'q o'tmas oynalar bor. Qalinligi 5 sm. Xavfsizlik tugmasi hamma eshiklarni yopadi. Bu yerda qorovullar ko'p, chunki bu yerga katta liderlar va prezidentlar keladi. Va shaharga saydmanlar kelib qopti. Shuning uchun ularni chaqirdim. Bu yerda bizda kam. Nima? Aql bovarsiz. Bu butun Yevropadagi eng qimmat penthouse. U butun 8-etajni egallaydi. U yerda o'nlab xonalar, juda ko'p odam 24 ga 7 ishlaydi va har burchakda mazali ovqat. Ichib ko'rasanmi? Tatib ko'r. Sizlarni oddiy mehmoniylarga taqqoslasa bu bolalar qalay ekan? Ishqilib ular-ularga solishtirganda ahmoq. Aytganimdek, bu yerda eng katta liderlar dam olgan. Hattoki Bill Clinton bu yerda bo'lgan va uni o'ldirishmadi. Bu yer xavfsiz. Xavfsizlik haqida gapirsak, bu yerda o'q o'tmas oynalar. Hattoki bundan ham o'q o'tmaydimi? Yo'q, xudo, juda qalin ekan. Juda baquvvat. Umiddaman. Men prezidentman. Ha, va snayperlarni tomda joylashtirsa bo'ladi. Sizlarda snayper bormi? Saidman kanalidan suhbat o'tkaza olasanmi? Harakat qilaman. Bu suhbatda yordam beradi. Men 10% sotmoqchi edim. Qancha kerak, bari? Bo'ldi, gapiraqa. 200 million Jimmy. 200 million. Mayli, vahmat tugmasi. Voy, yo'q. Aldashga hojat yo'q. Kelganimdan beri shu tugmani boskim kelyapti. Hammamiz rozi bo'ldik, bu yaxshi fikr. Yo'q. Karl, sen Bill Clintonsan va sen xavfni sezding. Vahmat tugmasini bos. U bosdi uni. O, to'xtanglar, ana eshik yopilyapti. To'xtanglar, yopilib qoldingmi? Bolalar, shu yerdamisizlar? Sanmisan, Nolan? Ha, lekin eshik yopilib qoldi. Bir soniyaga ketuvdim. Qaysi tugma buni yechib tashlayotgan? Odatda vohma qilsang qishlamani ocha olmaysan. Agar bu tugmagani bir bora bossangizlar, politsiya kelib sizlarga katta shtraf yoziladi. Boshqa bosma uni. Men o'ylab ko'rdim, qanday qilib prezident McDonald'sga kirsa bo'lardi. Prezidentlar qanaqa yurishini ko'ramiz bu yerga. Tushunib yetdik, prezident bo'lsangiz, siz o'zingizni qorovullar bilan yurishingiz kerak ekan. Demak, siz ketsangiz, Kortej yomoni bo'ldi-yu. qaysi mashinaga o'tirishimiz kerak? 3 yoki 4. Demak, 3 yoki 4. Qaysi biri eng xavflisi? Birinchisi. Nolan, sen birinchida ketasan. Gap yo'q. Kim men bilan ketadi? Gari, ke o'tir. O'ylashimcha prezidentlar o'rtada o'tirmaydi. O'rninglarda qorovullar o'tirardi, lekin mayli, bunaqasi ham ketadi. Qilishur do'stim. Qaysi prezident McDonald's deydi? Oynangni tushirib tur. Salom, shunaqa. Bizga o'q otishsa-chi, bizga o'q tesa-chi. Bu ishni qilayotganimizga ishonolmayman. Bitta narsani tushundik, prezident kortejida yursanglar, hamma e'tibor sizlarda bo'lar ekan. Ishla qalay? Bu jinnali do'stim. O'ylashimcha hammani e'tiborini tortding. Xuddi prezidentni olishyapti. McDonald'sda noqulay bo'ldi. Uzr so'rayman. Qorovullarga e'tibor bermanglar. Jimmy, bu Eyfeldan zo'rroqmi? Nuggets mazasiga qarab bilamiz. Ha, hamma joylarda maza qilib dam oldik, lekin keyingisiga hech qaysi yetmaydi. Bizning keyingi dam olishimiz yana yerni boshqa tarafida. Mana biz Yaponiyadamiz. 250 mingga dam olamiz. Biz shaxsiy mehmon bilan ko'rishamiz, shuning uchun oxirigacha ko'ringlar.
Boshida biz narsalarimizni Yaponiyadagi eng qimmat mehmonxonasida qoldirdik. Kattaligini ovozim qaytib kelyapti. Undan keyin biz Tokio bilan tanishgimiz keldi. Endi biz Mario Kartlarda butun shahar bo'yicha yuramiz. Biz shaxsiy Mario kartalarini ijaraga oldik. Ular bilan Yaponiyani aylanib chiqamiz. Xonim bizga qaradilar. Ular ko'cha uchun chiqarilmagan. Mani chetlarimda rostakan mashinalar yuribdi. Qancha ko'p odam mashina yo'ldan o'tishini qaranglar. Bu dunyodagi eng katta peshixod va biz undan o'tib ketamiz. Ha, biz Tokio ko'chalaridamiz. Yaponiyani yoqtirdim. Juda zo'r joy ekan. Kerakli manzilga yetib kelgach, biz qilich ustozi bilan tanishdik. Yoshioki Sumida. U katanalar bilan 26 yildan beri shug'ullanadi va bizga samuray darslarini o'tishga rozi bo'ldi. Har birimiz bitta katanadan oldik va dars tebranish texnikasidan boshlandi. Dars sizlar o'ylagandek oson o'tmadi. Shu. Yo'q, yaqinlashtirish shart emas. Keyin meni galim keldi. Bolalar nima deb o'ylaysizlar, menda o'xshaydimi? Ha, albatta qila olasan. Oo. Ha. Hey! Ko'ramiz bolalar o'xshata olarmikan? Kimman? Undan keyin ustozimiz bizga shu katanani berdilar. Men bunga loyiq emasdim, lekin rahmat. Bu chorak millionlik dam bo'lgani uchun biz dunyodagi eng zo'r sushi shefni ijaraga oldik. Uni suvda suzadigan restorani bilan. Stakanni tegi Louis Vuitton ekan. Chef Power bizning stolimiz oldida tayyorladilar. U kechki ovqatni tayyorlashni ko'rib, uni yeyish unutilmas darajaga olib chiqdi. Baliqlarga tunyaz bersa bo'ladi deyishdi. Ushla, qaranglar, u havoda tutdi. Biz pulni to'lib olgandan keyin biz hayotimizdagi eng aql bovar joyga bordik. Mayli ketimdan, men hamma joyni ijaraga oldim, lekin oldin paypog'inglarni yechinglar. Deyarli bu muzey, lekin taassurotlar uchun. Etlarim jimirladi. Ko'zlarim qabul qila olmayapti. O'ylashingcha o'lsang shu narsadan ko'rasanmi? Balkim. Keyingisi bizda nima? Gap yo'q. Odatda bu joyda odam ko'p bo'ladi, lekin biz bu joyni o'zimizga ijaraga oldik. Menimcha bu eng zo'r qilgan ishlarimizdan. Bolakay, bu baliqmi? Biz basseyndamiz, muzeyda animatsiyali baliqlar bilan o'ynayapmiz. Bu dam olish uchun eng ajoyib narsa. To'xta, baliqlar bizni o'rashdi, qara. Bizni o'rash kerakligini qattan bilishdi. Bizni sevishadi. Endi ular hamma joyda. O'ylashimcha sizlarni qorninglar ochdi. Shuning uchun robotlar boshqaradigan restoranga kirdik. Nima? Meni ismim Pepper. Biz o'tirsak bo'ladimi, Pepper? Albatta, kelinglar qulay joy topamiz. Biz butun restoranni bron qildik. Shuning uchun bu yerda biz va ofitsiant robotlar bo'ldi. Robot ovqat olib keldi. To'xtanglar, demak ovqatni robot olib keladimi? Ajoyib yumshoqqina robot. Pepper negadir Chandlerga qarab qoldi. Pepperga Chandler yoqmadi. Jigar, senga hech nima qilmadim. Yaxshi ovqat yegan yiliga ishonchingiz komil bo'lsin. Chunki ertaga men butun parkni ijaraga olaman va u yerda PewDiePie bo'ladi. Bu jinnilik. Bilasizlarmi, biz PewDiePie bilan anchadan beri tanishmiz. Mr. Beast qachon chiqasan deb o'yladim. Biz unga u T-seriyasidan oshishi uchun yordam berdik. Telefonni olinglar, YouTube'ga kiringlar, PewDiePie deb teringlar va obuna bo'linglar. Oxirida biz undan ham oshib ketdik. Mr. Beast obunachilar bo'yicha mendan oshdi. Hammani hissiyotini tushundim. Hech hissi yo'q, u loyiq edi. Va biz anchadan beri tanish bo'lsak, biz hech qachon hayotda ko'rishmaganmiz. Va u bilan ko'rishimiz uchun men butun parkni ijaraga oldim. Bu Fuji-Q Highland. Butun Yaponiyadagi eng qo'rqinchli attraksionli park. Har kuni bu yerda minglab odamlar navbatda turadi. Lekin bugun faqat o'zimiz uchun ijaraga oldim. Xohlagan narsalarda uchsanglar bo'ladi. Gapimni tugatmasimdan ketib bo'ldi. Men bularda bitta o'zim uchaman. Ko'zinglarning oldida eng tekis ketgan attraksion. Senga qo'rqinchlimi? Ha! Maza qil. Men uni o'rniga qo'rqaman. Va va'da berganimdek, YouTube'ning otasi PewDiePie bizni parkda kutib oldi. Reja qilingandan ancha kechroq bo'ldi, lekin men unga noto'g'ri vaqt yozib qo'yibman. Uzr Felix. Va u eng qo'rqinchlisida uchgisi keldi. Nega qo'rqyapsan? Men bunaqa go'rkalardan juda Bu qo'rqaman. aylanmaydi ham-ku. Men uchaman qachonki Felix uchsa. Olg'a. Duxum ochdi. Mayli. Bolalar, agar men bu yerda o'lib qolsam, sizlar deb bo'ladi. Oyoq kiyim yechish kerakmi? Hamma uchib ketadigan narsani. Bu hazil emas ekan. Bu attraksionda oyoq kiyimga ham ishonib bo'lmas ekan. Qo'lingdan keladi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Bo'lmaydi. Bu meni qo'rqimchili tushim. Qo'rqyapman. Men xohlamayapman. Meni ham qo'rqityapsan, tinchlan ol. Oo. Muhimi qayd
qilib yubormagin. Men qo'rqyapman. Boshqasini tanlasak bo'lmasmidi bunaqa uchmaydiganni? Bu qanaqasiligini hali ham bilmayman. 90 darajali tushish bor. Meni qo'rqityapsan. Meni nimaga chaqirding? Sen meni bu yerga chaqirding. Lekin biz bilmagan narsamiz. Nima yo'q? Yo'q, nega orqaga ketdik? Jimmy aqldan ozsa bo'ladi. Voy yo xudoyim, Felix nima qildi? Mazam Eng qochdi. zo'r arg'imchoq. Ko'zimdan yoshlar oqdi. Tanishganimdan xursandman, Jimmy. Men ketdim. Birinchi tepaligida baqirdim-ku. Nima? Rahmat. Bunaqa chaynaydigan kartochka yemaganman. Mendan o'tib ketganingga mana. Felix, o'tib ketganimdan uzr. Lekin meni urish kerak emas. Maza. Bu 250 ming dollarga dam olish edi. Felix, videoni tugatib berasanmi? Brofist.